Bu yerga 3 teshik, 4 ta rom qo'ydik. Romlarimiz 1.30 ga 1.60. İçxona teshigimiz 1.10 ga 2.20. Yo divaniyada bo'ldi. Bu ham anaqa 1.30 ga 1.60. Eshiklarimiz 90 ga 220. İchlarida padagonliklari bilan qildik. Buni hamma yo'q ichida atterib o'rnatishlar bilan 10 milyon 200 ming so'mga qilib berdik. Xudo xolasa mana. Kimga kerak bo'lsa ayta olasizlar, xudo xolasa qilib o'rnatib beramiz. Ekepen buni mahsuloti alyumin zolotoy. Egalariga nasib qilsin, ko'p yillar xizmat qilsin.